Qo'llarim man ishlamasdi. Nutqimda ham kamchilik bor edi. Assalomu alaykum aziz bemorlar. Men Buxoro viloyati, Buxoro tumani Yangi Turmush meviyida istiqomat qilardim. Bundan 2 yil oldin bir tepini yiqilib, orqa miya shikastlangandan keyin shu jarohatni oldim. Jizzax nogironlar reabilitatsiya qilish markazida davolanyapman. Qo'llarim man ishlamasdi. Bitta qo'lim ishlab, men ancha o'zimga kelganman. Nutqimda ham kamchilik bor edi. Oyoqlarim mana o'zim sal yordam bersa tikka turyapman. Buxoro bilan Jizzaxning o'rtasida 400 kilometr pashti. O'sha yerdan kelib, shu yerdan davo topayotganim uchun to'g'ri gapni aytib o'tiribman. Bu yerda apparatlari bor, eng yaxshisi temiz, NMG, keyin massaji, ana hamma parafin, hammasi o'z joyida. Insult chalinganmi, orqa miya shikastlanganmi, yiqilib umurtqa pog'onasi jarohat yeganmi, men tavsiya qilaman shu yerda davolanishlariniz mumkin.